birinchi biznes klub ochildi. Davra yarataylikki, odam o'tga olgani emas, bergani kelsin, bo'lish uchun kelsin yoqqa. Bu yerda vrachda ham hammasini hissasi bor. Xuddi shunaqa bir yondashuv bilan biz birinchi klubda qilyapmiz. Bu yerda ikkinchilar yo'q. Ikkinchilar bor, lekin ikkinchilar yo'q. Agar ko'proq odamlarga foydamiz, davlatga foydamiz kerak bo'lsa, yoyilik, tarqalilik va viloyatlarda, qishloqlarda yosh tadbirkorlarimiz bir o'tirib, qanday ish boshlash mumkinligini, qanday biznes olib borish mumkinligini o'rgatsak yaxshi bo'lardi. Shunda bu jamiyatimizni xalqimiz oldida ham, davlatimiz oldida ham obro'siga e'tiborli, obro'li jamiyatlardan bo'lib chiqadi. Xayrli kech aziz mehmonlar, sizni ushbu maxsus tadbirda rivojlanish, hamkorlik va yangi imkoniyatlarga intiluvchilar uchun yaratilgan yangi biznes klubining tantanali ochilish marosimida qutlashdan mamnunmiz. Bugun bu yerga yetakchilar, tadbirkorlar, investorlar yig'ilgan va ularning barchasini birinchi biznes klub birlashtirgan. Birinchi bu so'z timsolda aylansin. Birinchi navbatdagi g'oyalar, yutuqlar va hamkorliklar. Birinchi biznes klubi bu katta muvaffaqiyatlar poydevoridir. Hurmatli xonlar va janoblar, aziz mehmonlar, endi esa sahnamizga gulduros olqishlaringiz ostida ushbu biznes klubning asoschilaridan biri bo'lmish, ushbu biznes klubining bosh ambassadori bo'lmish Laziz Adhamovni gulduros olqishlaringiz ostida kutib olamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Kelganlaringizga rahmat e'tibor uchun. Birinchi biznes klub, ko'p savol bo'ladi. Yana bitta klubmi? Yana bitta, yana ko'p jamoalar bo'ladi. Masalan, Amerika, Yevropada shunaqa biznesmenlarni jamlovchi jamoalar, davralar juda ham ko'p. Klub zakupchikov bor va klub marketologov va hokazo. Birinchi klubni nomidan emas, umuman 12 yil oldin biz tasodifan Zafar aka bilan Book Cafe biznes klub qildik. O'sha paytda 30-35 yoshli bolalar, hali hech kimga tanilmagan, mana Murod aka Nazarov hozir taniqli bo'lganda, unda Murod Building yo'q edi. O'sha paytda Alisher Isayev kommersiy direktor edi, men hali SAPda ham ishlamas edim. 4-5 bolalar yig'ilib, keyin kitob ustida bilim birimizga tajribamizni bo'lishib 10 yil ichida nafaqat taniqli, nafaqat boy deylik mulk egalari bo'ldi, balkim shu networking, shu klub 50 ta bo'lib, jamiyatga, xalqqa, umuman yosh tadbirkorlarga 10 dan boshqa klublar chiqdi. M-Factor, Milliard, Millat umidi va hokazo. Nima demoqchi edim? Ko'plari 2-3 yil ichida ko'rib, biz ham shu klubga qo'shilsak bo'ladimi? Nimaga? Desa, aslida qiziq. Sizlardan ko'p narsa olsa bo'ladi, o'rgansak bo'ladi. Ama aytardim, bizachi derdim. Biz sizlardan nima ola olamiz? Bu bir muddaganroq savol tug'iladi, lekin jamiyatda bir-birimizga berish klubi qo'yildi. Lekin bu masshtablashtirmaganimizga Arsen aka, bizning klubdan yana bitta o'qquloqlarning klubi chiqdi, Yard biznes klubi. Uni ham hozir anaqani ko'rsatamiz. Arsen aka aytdi, bu bo'ldi, patologga yetdi. Yard klubida ham yarmi o'zbek. O'zbekona, o'zimizni vatan tilida bitta klub qilaylik deb taklif qildi. O'ylab, masshtab shu davra yarataylikki, odam o'tga olgani emas, bergani kelsin. Bo'lish uchun kelsin yoqqa. Biz shu bu kafeda bir-birimizga ustoz bo'lganmiz. Xuddi shunaqa men bitta narsaga ishonaman, har bir tadbirkorku bu 2-3% miya kasalligi bo'ladi. Oddiy odam bemalol ishga borib keladi 6gacha. Bir kasallik bilan u bitta ambitsiyalari bo'ladi, ichki bir beshidan ato tushib qolgan bo'ladimi? U hayot tarzini, qolgan dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ladi. Значит, shunga bir yetishib keldimi, обязательно uni ham ichida bir narsasi borki, bo'lishishi mumkin boshqalar bilan. Bo'lishni ham xohlaydi. Shunga bir
imkoniyat, shunga bir jamoat yaratmoqchi edik. Jamoat degan so'zda tashkilot degan so'z bor, guruh degan so'z bor. Lekin farqi nima? Tashkilotda bitta shef bor, hammasi u aytganini qiladi. Guruh aytaylik, so'rayman, jamoatda guruhda nima farqi bor desa, maqsadi bir. Samolyotga chiqayotganingizda ham maqsad bir bo'ladi-ku. Samolyotda oldida turgan odamlar jamoat emas u. Вот futbolni komanda nega? Poluzashitnik gol urishi mumkin, napadaющий защитga o'tib qolishi mumkin. Bir-biriga qarab, faqatgina общий yutilsa, o'shanda har birini yutug'i bo'ladi. U yerda trenerda ham, u yerda vrachda ham hammasini hissasi bor. Xuddi shunaqa bir yondashuv bilan biza birinchi klubda qilyapmiz. Bu yerda ikkinchilar yo'q. Ikkinchilar bor, lekin ikkinchilar yo'q. Eng katta va effektiv jamoa O'zbekistonda yaratgan Jahongir aka bor. Shunga bir ikkita bir telegillarini berishga taklif qilamiz. Jahongir aka, biz sizni jamoalar tuzish chempioni deb bilamiz. Chunki sizda 50 tadan ko'p har xil jamoalar bor. Kuchli, lekin siz nomingiz tanilgan. O'shanga bir bizani jamoamizga ham va nima ideyalaringiz bor, shu klublar jamiyatimizga, xalqimizga, davlatimizga nima hissa qo'shishi mumkin va tadbirkorlar nega birlashishi kerak? Masalan, bir ikkita gap gapirsangiz. Assalomu alaykum Laziz aka. Avvalambor bugun birinchilar klubimi tashkil qilingani bilan tabriklayman. Bu jamoat a'zolarini hamda jamoatga qo'shiladigan a'zolarni hammasini tabriklayman. Avvalambor bunday jamoalarning ko'p bo'lishi mamlakatda juda foydali deb bilaman. Albatta men xohlardimki, mana ko'p Instagramlarni kuzatamiz. Hammalaringizda o'zlaringiz sahifalaringiz bor. Millionlab prosmotrlaringiz, millionlab podpischiklaringiz bor. Kuzatamiz, boshqa qilamiz. Bu juda yaxshi narsa. Biz bu kunga bu tajribani qayerdan oldik desa, shu jamiyatdan tajriba oldik. Kim bu imkoniyatlarni berdi desa, shu davlat imkoniyatlarni berdi. Bunda chegaralab bo'lmaydi, boshqa qilib bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, shu jamiyat, davlatimiz bergan tajriba va imkoniyatlardan foydalanib, ya'ni qishloqlarda, tumanlarda, viloyatlarda ko'p yosh tadbirkorlarimiz bor. Yo'lini topolmayotgan, qiynalayotganlar bor. Shunga o'xshagan klublar faqat Instagramda ko'rsatilayotgan hayot emas. Qatqadir o'tirib, chiroyli furshetlar o'tirib nima emas. Shularga borib, o'sha yosh tadbirkorlar bilan birma-bir stolda o'tirib, qarshisida gaplashib, nima yo'l ko'rsatib, vaqt ajratsa, men o'ylaymanki, ham bizga bergan jamiyatimiz oldida bizani nimamizni, o'zimizni majburiyatlarimiz biroz yechilgan bo'ladi, hamda davlatning oldida bizga bergan imkoniyatlarini oqlaganroq bo'lamiz. Men o'ylaymanki, bunda jamiyatlar ko'paversin. Lekin agar biza qishloq, viloyatlarga borib 5-6 soatlab kerak bo'lsa tadbirkorlarni qabul qilib, bitta yosh tadbirkorlarni, ularni bugun yaxshi yo'lga boshlasak, to'g'ri yo'lga boshlasak, to'g'ri ko'rsatib bersak, 100 tadan bitta boy chiqsa ham o'sha viloyat yoki o'sha qishloq, o'sha shaharni obod qiladi va davralar kengayadi. Ularda ham shunaqa nima bo'ladi. Bu boshlanishi albatta. Men hamma sizga o'xshagan jamiyatlar, mana birinchi boshqalari bor, Milliard bor, boshqalar bor. Shundan iltimos qilamanki, hammalarimiz yig'ilib, vaqt ajratib, shu viloyatdagi yosh tadbirkorlar, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotgan odamlarga kerak bo'lsa o'z fikrlarimizni bildirishimiz, 5-6 soatlab vaqt ajratishimiz kerak deb o'ylayman. Bu ya'ni shunda bu jamiyatda obro'si bo'ladi. Lekin faqat определенный biznesmenlar o'tirib olib, 60 tasi o'tirib olib, faqat choyxonada o'tirib osh yeb yoki bir o'zaro suhbatlashib, bir-birini boyitish masalasi bo'lsa, bu jamiyatga foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun aytamanki, agar ko'proq odamlarga foydamiz, davlatga foydamiz kerak bo'lsa, yoyilik, tarqalilik va viloyatlarda, qishloqlarda yosh tadbirkorlarimiz birma-bir o'tirib, qanday ish boshlash mumkinligini, qanday biznes olib borish mumkinligini o'rgatsak yaxshi bo'lardi. Shunda bu jamiyatimizni xalqimiz oldida ham, davlatimiz oldida ham obro'siga e'tiborli, obro'li jamiyatlardan bo'lib chiqardi. Agar shunaqa bo'lsa, asl maqsadi ham shu o'zi. Laziz aka, men hammalaringizga yana bir bor minnatdorchiligimni bildiraman. Bugungi men aniq bilaman, sezaman, ko'rganman. Bugun bu yerda yig'ilgan tadbirkorlarning hammasi bilan o'nlab, yuzlab, minglab yosh tadbirkorlar 10 minut suhbatlashishga intizor. Buni qadriga yetishimiz kerak. Shuning uchun
bu narsani qadriga yetib, hammamiz bu imkoniyatlarimizni, biza berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, ularga yordam bo'lsin. Bugungi krug 50 emas, 100 ming, 10 ming, 20 ming tadbirkorlar bilan to'lsin. Hammalaringizga rahmat. Hurmatli xonimlar va janoblar, biz esa eng qiziqarli damlarga yaqinlashdik. Hozir bizning ko'zlarimizda ushbu birinchi biznes klub rasman ochilish marosimi boshlanadi, lekin e'tiboringizni qaratamiz. 1ga 10 dan 1gacha sanaymiz. Tayyormisizlar? Boshladik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bosdik. Tabriklaymiz. Birinchi biznes klubi rasman ochiq deb e'lon qilinadi. Endi haqiqatan klublar birinchi degan klubni topdi, chunki muvaffaqiyat tajriba xatolar natijasi. O'ylaymanki, misol uchun 1ga 1 qo'shsa bu 2 emas, bu 3 bo'ladi. Shuning uchun mana masjidga sinergiya juda ham qadrli. Biza tashkilot har doim tadbirkorlarni eshitish, tadbirkorlar muammosini olib chiqish. Endi men to'g'rimanki 100% hamma narsani yechib bera olamiz deb, lekin bitta narsani ishontirib aytamizki, tizimli bir muammolar bo'lsa, har doim muammolarni to'g'ri hukumatgacha olib chiqib yechishga. Biznes savdosi ko'payursin, bizni qo'ldan kelgancha shu tadbirkorlikni maza qiladigan bir formatda yursin. Rahmat. Mehmon bo'linglar.